Sayxunobodda joriy etilgan ilg'or agrotexnologiyalar, samarali boshqaruv va qishloq xo'jaligida innovatsion usullar bugun viloyatimizning ko'plab mahallalarida ham keng tatbiq etilmoqda. Xususan, Angor tumanining Xomkon mahallasida ushbu tajriba asosida vohadoshlarimiz chorvachilik va dehqonchilik sohalarida sezilarli natijalarga erishmoqda. Muxbirimizning navbatdagi lavhasi shu haqda. To'marqa xo'jaligidan oqilona foydalanish, uni daromad manbaiga aylantirish aholi bandligini ta'minlashning muhim yo'llaridan biri sifatida davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Davlatimiz rahbarining tashabbusi nafaqat Sayxunobodda, balki butun yurtimiz bo'ylab keng joriy etilmoqda. Xususan, Angor tumani Xomkon mahallasi ham bundan mustasno emas. Mazkur mahallada 3050 nafar aholi, 810 ta oila va 570 ta xonadon mavjud. Mahalla chorvachilik va dehqonchilikka ixtisoslashgan bo'lib, Sayxunobod tajribasi asosida bu yerda ham yangi ish usullari amaliyotga joriy etilmoqda. Zulfiya Nurayeva xonadonda bo'lganimizda ushbu yo'nalishda samarali ishlar tashkil etilganligini guvoh bo'ldik. Prezidentimiz tashabbusi bilan ayollarga imkoniyatlar berilgan. Shu imkoniyatdan foydalanib, uyda dehqonchilik qilamiz. Bog'im bor, har xil mevalar bor. Mevalarda o'zimiz iste'mol qilgandan tashqarisini sotib, oilamizga bir daromad sifatida kiritamiz. Mana gulchilik bilan ham shug'ullanaman. Gullarga o'zim qiziqaman. Kelinlarga ko'rpalar qovib beramiz. Qo'shimcha daromad. Uyda bekor o'tirishga vaqtimiz ham yo'q. Oilam uchun bir qo'shimcha daromad olish uchun mana shu ishlarni qilamiz. Avval mahallada ayollar daftarida turardim. Bugungi kunda shu ayollar daftaridan chiqdim. O'zimda daromadimga ega bo'ldim. Davlatimiz rahbarining qishloq xo'jaligini rivojlantirish va aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan qaror va farmonlari mahallalarda keng tatbiq etilmoqda. Zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, qishloq tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va yangi ish o'rinlarini yaratish asosiy ustuvor yo'nalishlardan biridir. Aholining turmush darajasi oshib borayotgani bu jarayon samarasining yorqin ko'rsatkichidir. Ilgari ko'plab xonadonlar tomorqasini faqat makkajo'xori va biyda ekish orqali band qilishardi. Xolis sabzavot va mevalar uchun esa bozorga borib kelishar edi. Hozir esa holat butunlay o'zgargan. Har bir sotix yerda manfaat bor. Sabzavot mevalardan tortib parranda va qoramol boqishgacha har bir ish reja asosida tashkil etilmoqda. Bu esa nafaqat oilalar daromadini oshirmoqda, balki bozorlarni ham mahalliy mahsulotlar bilan to'lishiga xizmat qilmoqda. Bizi Xomkon mahallamiz drayveri chorvachilik va dehqonchilikka moslashtirilgan. Bizning mahallamiz 3050 nafar aholi bo'lib, shundan 1544 nafarni ayollar tashkil etadi. Hozirgi vaqtda 60-50 dan oshiq tadbirkor ayollarimiz bor. Bular uchun imkoniyatlarimiz juda katta. Muhtaram prezidentimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar yaratilyapti. Bular, masalan, ular uchun subsidiyaga tikuvchilik mashinalari berildi-da. Kam ta'minlangan yoki o'sha nima deydi, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga mana shunday yordamlar bo'lyapti. Bepul parrandalar berilyapti. Mahallamizda homiylar tomonidan ham juda ko'plab insonlarga yordam berilyapti. Men mana shunday saxovatpesha odamlarimizni ko'payishini ham istar edim. Xomkon mahallasidagi bu o'zgarishlar nafaqat bir tajribaning natijasi, balki xalq farovonligi yo'lidagi islohotlarning amaldagi ifodasidir.